Assalomu alaykum, har doimgidek sizlar bilan Sardob Vlog kanali. Bugungi videoda qanday qilib Telegram Premium olish haqida bo'lib o'tadi. O'zi Telegram Premium nima deysizmi va u bilan nima qilish mumkin? Buni ko'rib chiqamiz. Avvalambor bizga kerak bo'ladigan ilova Telegram Plus. Telegram Plus Messenger orqali siz o'zini akkauntingizni Telegram Plusga kiritib olasiz. Telegramingizni kiritib olgandan keyin bu Telegramga kiritilmagan Telegram Plusga, lekin baribir ko'rsataman. Telegram Premium bot deb yozsangiz, o'zi mana shu birinchida chiqib keladi. Premium bot galachkali, mana shu galachkali 13 mingta odam ishlatadi. 13 million odam. Mana shu bot orqali mana Premium bot. Shunga start bosasiz, hozir menda bo'lmayapti. Sizda oyna ochiladi. Bu qandaligini hozir ko'rsataman. Mana shunaqa oyna ochiladi. Shunda zaplatichni bosasiz. Bosgandan keyin ya soglasiyani bosasiz. Bu yerda karta raqamingizni hammasini kiritib olgandan keyin mana shu yerdagi pichkani bosgandan keyin обязательно sizga kerak bo'ladigan shu ve Humo karta, Uzcard karta bilan bo'lmaydi. Faqat Visa karta bo'ladi. Xalqaro Visa kartasi. Karta raqam o'sha oy sanasi, keyin bu yerda CVV kodi bo'lishi kerak. Kodni qilasiz, kartangizda 36 mingdan ko'p puli bo'lishi kerak. Agar dollarda bo'lsa, kamida 4 dollar bo'lishi kerak. Agar so'mda bo'lsa, kamida 38 ming pulingiz bo'lishi kerak ichida. Yana nima 16 ming ekan deb 33 ming ekan deb 33 ming tashab qo'ymang, bo'lmasa ishlamaydi. Shuna qilasiz. Bo'ldi, SMS kod keladi. Chiqib ketmasdan, mana shunaqa chiqib ketmasdan, boshqa qilmasdan joyda shunday yozasiz, avtomatik shu botdan sizga aytadi. Bo'ldi, sizni premiumingiz qabul qilindi deb va profilingizga premiumni o'tkazib beradi. Ana shunaqa bo'lib ko'rinadi. Agar bironta do'stingizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa bosasiz, pодарить Telegram Premium, vыбрать участника, shunaqa, keyin necha oyligi va hokazo. Masalan, alini bosdim, do'stimni keyin bu yerda aytadi. Arzon, narxlar juda arzon, lekin bitta narsasi bor. Telegram yulduz sotib olish bo'lsa, mana ko'rasizlar, narxi 25 ming so'm. Salkam 25 ming yarim so'm. Bu 100 tasini narxi. Men hozir sizlarga ko'rsatadigan bot Active Stars bot. Bu botda esa shu 100 tasi 21 ming. Ko'ryapsizlarmi? 4,5 ming farq qilyapti. Telegramning o'zidan va bundan 21 ming 4,5 ming farq qilyapti. U botdan sotib olsangiz, mana shunaqa qilib tashab beradi. Telegramni o'zi tashab beradi. U bot ishonchli, o'zimniki. O'zimda ham Telegram Premium bor, mana boshqa akkauntimda. Agar kimdagi Telegram Premium kerak bo'lsa, mana shu akkauntga murojaat qilishingiz mumkin yo telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu bilan shu video sizga foydali bo'lsa, yoqgan bo'lsa, bitta обязательно obuna tugmasini bosib, bitta like bosing, yanada videolarimiz tezroq chiqadi. Keyin esdan chiqib qolmasin, bizga yozishingiz mumkin. Masalan, Premium olib bering deb biz narx qo'yishimiz mumkin. Masalan, 45 ming so'm. Bu akkauntda 2-3 ta admin ishlatadi. Chunki bularni mehnati ham bor, sarflagan vaqti ham bor va kartalar limitga tushishi mumkin. Agar ko'p premium olinsa, u kartalarni butun umrlik bank qilib qo'yishi mumkin. Keyin o'sha bankdan biz boshqa karta ocha olmaymiz. Shu sababli 45 ming so'm qilib qo'yganmiz. Kimdagi nima kerak bo'lsa, bemalol yozsangiz bo'ladi. Yo o'sha Active Stars botimizdan olishingiz mumkin. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.